mana ro'molim chiroyli turmasa, bundoq sal bundoqroq bo'lib qoladi. Rulda bundoq oynada ko'rib qoldimmi? Mana bunaqa nexinch qilib, chetga o'tib ro'molimni to'g'rilashim kerak-da. Mana shu skladkalari ham chiroyli turishi kerak. Bu psixligimdanmi? Nima bunaqa? Nima bemagan tashlab olib, ro'mollarimni bundoq qilib olib chiqib keta olmayman men. Obsessiyangiz bor. Obsessiya degani bitta narsaga qattiq kirishish degani. Baxtingizga siz obsessiyangizni sog'lig'ingizga yo'naltirgansizda. Unaqa odamlar bitta narsaga nomishsa oxirigacha olib boradigan, talabchan, qattiq qo'l, nazorat qiladigan, hamma narsa joyida bo'lmasa, qo'yni to'lmaydigan, o'zini bu strelkasini millimetr mos kelishi kerak bo'ladigan standartdagi odamlar. Bu degani sog'lommasdan degani. Sog'lommasdan emas, bu xarakter sifat, lekin agar oshib ketsa, odam o'zi charchashi boshlaydi. Mana shu narsa oshib ketdi menda. Asabiylashib, yo'l chetiga to'xtab, shu ro'molimni to'g'rilab olishim kerak. Tushunsan? Bu sekinlashish kerak. Mana hayotda oddiysi sekinlashishligi. Sekinroq harakat qilishni boshlasangiz, bizga erkinroq qilishni boshlasangiz, pasayadi. Agar buzilishga o'tib ketsa, o'sha unda lecheniyaga o'tib oladi.